Mo'g'uliston biz uchun Osiyo mintaqasidagi an'anaviy va ishonchli hamkordir. O'zbekiston-Mo'g'uliston munosabatlari do'stlik, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash tamoyillariga asoslangan bo'lib, konjunkturaga bog'liq emas. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bu yurt shamol tilida so'zlaydigan, tog'lari jimjimador hamda dashtlari esa abadiy sukunatda yotgan o'lkadir. Yer yuzidagi qadimiy sivilizatsiyalardan biri, o'z vaqtida katta imperiyaga ega bo'lgan vatan va bugungi kunda ham o'z an'analarini asrab kelayotgan xalqning yurti. On 13-asrda Mo'g'ul dashtlarida dunyoni larzaga solgan bir ism paydo bo'ldi. Chingizxon. Bu sarkarda shunchaki emas, balki o'tkir siyosati va o'ziga xos boshqaruv tizimi bilan tarix sahnasiga chiqdi. Mo'g'ullar Chingizxon boshchiligidagi Xitoydan to Yevropaning g'arbigacha cho'zilgan hududni zabt etib, katta imperiyani barpo etishdi. Imperiya qonunlari yasa, tartibi va adolatga asoslangan edi. Vaqtlar o'tib, Chingizxonning nabirasi Chig'atoyning avlodlari tomonidan tuzilgan Chig'atoy ulusi parchalanganidan so'ng 14-15-asrlarda Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkiston hududlarida 1347-yilda Mo'g'uliston davlati tashkil topdi. Mo'g'uliston so'zi Mo'g'ullar yurti degan ma'noni anglatadi. Ammo bu o'lka tarixi Chingizxondan ancha ilgari boshlangan. Milodiy 6-8-asrlarga oid O'rxon Enasoy bitik toshlari qadimgi turkiy yozuvlarning noyob namunasi sifatida bu zaminda madaniyat va yozuvning naqadar erta paydo bo'lganidan dalolat beradi. Mongoliya poytaxti Ulan-Batorda qad rostlagan Chingizxon Milliy muzeyi nafaqat tarix xazinasi, balki millat iftixori va kelajak avlod uchun buyuk darsdir. Muzey 2022-yilda ochilgan. U 20 000 kvadrat metrdan ortiq maydonga ega bo'lib, 6 qavatda 10 000 dan ziyod tarixiy buyumlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda Chingizxon va Mo'g'ul imperiyasi tarixi 13-asrdan to hozirgacha jonli guvoh sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda olib borilayotgan arxeologik qazishmalar Mo'g'ulistonning yopiq sahifalarini ochmoqda. Qadimgi ko'chalar izlari, uylar asoslari, hunarmandchilik asboblari va keramika buyumlari topilmoqda.
Bu topilmalar orqali biz qadimgi hayot, odamlar turmush tarzi, ularning savdo va madaniy aloqalari haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Mamlakatning keng sahrolari orasida qadimgi Qoraqurum shaharining izlari yotibdi. U bir vaqtlar dunyo tamaddunining markazlaridan biri edi. Qoraqurum 13-asrda buyuk Chingizxon tomonidan asos solingan va uning o'g'li O'godeyxon bu maskanni poytaxtga aylantirgan. Shahar Ipak yo'lining muhim nuqtasi bo'lib, sharq va g'arb savdogarlari va olimlari yig'ilgan maskan edi. Qoraqurumda buddist ibodatxonalari, musulmon masjidlari, nasroniy cherkovlari yonma-yon bo'lgan. U ko'p madaniyat va dinlarning uyg'unlashgan markazi edi. Qadimdan qolgan yodgorliklardan biri Erdene Zu monastiri. U Qoraqurumning merosini hanuz saqlab kelmoqda. Bu shahar vayron bo'lgan bo'lsa-da, uning ruhi bugungi kungacha yashab keladi. Qoraqurum o'tmish va hozirgi kunni bog'laydigan ko'prik. Uning tarixi faqat Mo'g'ulistonniki emas, balki butun insoniyatning umumiy merosidir. Mo'g'uliston tabiatining ohangi, sukunat va sharaf. Bu yerda sahro bilan muz tog'lari yonma-yon yashaydi. Gobi sahrosi dunyoning eng katta cho'llaridan biri. Bir qaraganda sukunatga cho'mgandek go'yo. Lekin bu qumliklarda o'ziga xos hayot kechadi. Tuya karvonlari, qushlar, noyob hayvonot dunyosi bu yerdagi go'zallikni o'ziga xos ravishda ifodalaydi. Viqorligi o'ziga yarashgan Altay tog'lari esa osmon bilan suhbat qurayotgandek. Tog'lardagi qorli cho'qqilar, jarliklar va go'zal vodiylar Mo'g'uliston tabiatining bebaho xazinasi. Va albatta Xiyovzgol ko'li. Mo'g'ullar uni Mo'g'uliston durdonasi deya atashadi. Bu xalqning hayoti doimo harakatda kechgan. Ular uchun uy bu devor emas, balki yurta, ya'ni o'tovdir. Yurta Mo'g'ullarning mo'jizasi desak adashmaymiz. Uni tez qurish mumkin. U iliq, bardoshli va qadimiy falsafani o'zida mujassam etgan. Sahro ahlining muhim xususiyati bo'lgan mehmondo'stlik
aynan shu o'ziga xos o'tovlari bilan bog'lanib ketgan. Ko'chmanchi hayot qiyin, ammo erkin. Har tong yangi joyda uyg'onish va har bir fasl bilan uyg'un yashash esa ularning hayot tarzidir. Bugun Mo'g'ul millati o'zining buyuk tarixini unutmagan. Odamlari qadimiy madaniyatini yuragida olib yuradi. Har yili o'tkaziladigan Na'dam bayrami, milliy kiyimlar, tarixiy yodgorliklar bu qadriyatlarni eslatib turadi. Na'dam nafaqat bayram, bu milliy faxr timsoli. Unda 3 ta asosiy sport turi bor: kurash, ot poygasi va kamondan otish. Ularning kuylari, ayniqsa bo'g'iz orqali ijro etiladigan qiyomiy tabiat va inson uyg'unligining musiqiy ifodasidir. Teatr san'ati ildizlari esa qadimdagi shaman marosimlari va buddist sahna an'analaridan boshlanadi. Tsam raqslari diniy va dramatik tomoshaning uyg'un namunasi bo'lib, hanuz milliy meros sifatida saqlanmoqda. 1931-yilda asos solingan Milliy akademik drama teatri zamonaviy Mo'g'ul teatrining beshigi hisoblanadi. Bu yerda dunyo klassikasi bilan birga milliy dramaturgiya asarlari ham sahnalashtirilgan. Milliy epos va tarixiy drama xalq ruhini aks ettiradi. Bugungi Mo'g'uliston tarix bilan zamonaviylikni uyg'unlashtirgan o'lka. Ulan-Bator zamonaviy arxitektura, texnologiya va iqtisodiy taraqqiyot markazi. Ammo poytaxtdan chiqishingiz bilan siz yana yurtalar, yaylovlar va o'z ildiziga sodiq xalqni uchratasiz. Bu uyg'unlik mamlakatning asl kuchi. Bugun dunyoning geosiyosiy manzarasi o'zgarmoqda. Tarixda o'tgan buyuk sohibqirollar taqdiri, ularning tanazzulga yuz tutishlari oqibatlaridan saboq chiqarish davr ehtiyojidir. Yangi O'zbekistonda Mo'g'uliston bilan tizimli siyosiy muloqot o'rnatildi. Mo'g'uliston prezidenti O'xnagin Xurelsuxning 2024-yil
24-iyunda yurtimizga tashrifi doirasida Toshkentda Mo'g'uliston elchixonasi rasman ochildi. Oliy darajadagi muzokaralarni olib borilishi, qator hujjatlar imzolanishi hamda tuzilgan reja va maqsadlar kelajak uchun aloqalarimizning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. ...2025-yil 24-iyun. Mongoliyaning poytaxti Ulan-Bator shahrida katta tayyorgarlik. Ko'chalarda O'zbekistonning bayroqlari hilpirab turibdi. Tarixiy onlar yaqin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashrifi kutilmoqda. Faxriy qorovul saf tortgan. Madhiyamiz yangramoqda. Ikki buyuk mamlakatlar prezidentlarining yuzlarida mamnunlik. Rasmiy qismdan keyin davlatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari bo'yicha faol muloqot kechdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xur'elsuv tomonidan keng qamrovli sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya qabul qilinishi tashrifning markaziy nuqtasi bo'ldi. Davlat rahbarlari huzurida imzolangan 5 muhim hujjat o'zaro aloqalarning yangi bosqichida ikki yurt uchun istiqbolli va muhim ahamiyatga ega o'zaro manfaatli munosabatlar boshlanganini tasdiqlaydi. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbarining rasmiy tashrifi O'zbekistonning Osiyo mintaqasidagi ishonchli hamkori hisoblangan Mo'g'uliston bilan do'stlik, siyosiy hamjihatlik va har tomonlama hamkorlikni kengaytirishga hissa qo'shadi. Mo'g'uliston ajoyib mamlakat. Uni yoqtirib qolishingiz aniq. Mamlakatni tark etarkansiz, u qalbingizda qoladi. Bu shamol yo'llari, erkinlik muhiti hamda tabiatning qadimiy kuchi shunchaki xotira bo'lib qolmaydi. U go'yoki sizning kayfiyatingizga hamda bir qismingizga aylanadi va siz bu yerga yana qaytib kelgingiz keladi. Saya